Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Men bugun ELS kitobining intermediate bo'limidagi birinchi matnni sizlarga tarjima qilib bermoqchiman. Barchamizga ma'lumki, IELTSning reading qismidan yuqori ball olmoqchi bo'lgan kishilar ilk navbatda aynan yuqori darajali matnlarni tarjima qila olishi, comprehension skilli juda ham yuqori bo'lishi talab etiladi. Sababi yuqori darajadagi matnlarda shunday so'zlar bo'ladiki, aynan ular bitta holat uchun ishlatilinadi. Shuning uchun ham biz bunday matnlarni ko'proq ko'rishimiz va ko'proq tarjima qilib, ko'proq o'qishimiz kerak. Hop, bugungi, ya'ni birinchi matnimizni sarlavhasi The Best Recruiting Agents ekan. Ya'ni eng yaxshi ishga yollanadigan agentlar. Demak, birinchi gap. In 1849, a servant girl wrote home to her brother from Port Adelaide, South Australia. 1849-yilda xizmatchi qiz Adelaide porti, ya'ni Janubiy Avstraliyada joylashgan Adelaide portida akasiga akasiga xat yozdi. Yozdigan xolos, xat ham deyilmagan bu yerda. I have accepted a situation at £20 per annum. So you can tell the servants in your neighborhood not to stay in England for such wages as from £4 to £8 a year, but come here. Hop, demak, aytyaptiki, men yiliga 20 funt sterlingli ishni qabul qildim. Hop, e'tibor qiling, mana shu yerda. Mana bu yerda situation so'zi u situatsiya, holat degan ma'noda keladi, lekin bu yerda ya'ni xizmatchi sifatida ish, masalan, xizmatchi, ofitsiant, mana shunaqa ishlarni aynan situation deb aytiladi inglizlarda, shunaqa deyiladi. Shuning uchun ham bu yerda job ma'nosida kelgan situation. Hop, endi gapni ikkinchi qismiga o'tamiz. So you can tell the servants in your neighborhood not to stay in England for such wages as from £4 to £8 a year, but come here. Hop, demak, shuning uchun deyapti. Mahallangizdagi xizmatchilarga Angliyada $4 dan $8 maoshli ishlarda, maoshlarda qolmasligini ayting deyapti mana bu yerda. O'shanaqa maoshlar uchun qolmaslikni ayting deyapti. Balki come here deyapti. Ya'ni Avstraliyaga kelsin deyapmiz. Mana bitta bu yerda akaga yozilgan xat. To'g'ri, ma'no murakkab ancha-muncha, lekin tushunishga harakat qilish kerak bu yerda. Xo'p, endi letters such as this, ya'ni bu kabi xatlar deyapti. Mana bu yerda e'tibor qiling, relative clause butun mana bu yerdagi fraza, ya'ni letterga aynan reference qilyapmiz. Which were circulated from kitchen to kitchen and from attic to attic in English homes. Demak, bu yerda aytayaptiki, mana shunaqa xatlar deyapti, oshxonadan oshxonaga, cherdakdan mana bu so'z cherdak ma'nosini bildiradi. Cherdakdan cherdakka tarqalib ketdi ingliz uylarida deyapti. Keyin mana bu word deyapti, buni egasi mana bu xatlar. Mana shunaqa xatlar deyapti. Eng zo'r ishga yo'llaydigan agent bo'lgan o'sha mustamlakalarda deyapmiz. Mustamlaka, ya'ni Avstraliya bir paytlar aynan Angliyaning mustamlakasi bo'lgan-ku, xuddi shunday. O'sha mustamlakalarda eng zo'r ishga yo'llaydigan bo'lgan deyapti. Endi aytayapti, qarang, mana bu which deyapti. Which. Ya'ni
Bu mana bu koloniyaga aytyapti, ya'ni koloniya, mustamlakalar deyapti. Ya'ni mustamlakalarda, ya'ni bu gapning egasi mana bu. Mana bu gapning egasi colonies. Qarang. Which were then so desperately in need of young women to serve the pioneers who were trying to create a new life for themselves in their choosing countries. Xo'p, ana endi chunki mana bu yerda sababi deb aytib ketsak ham bo'ladi. O'sha paytdagi mustamlakalar o'zlari tanlagan mamlakatlarda yangi hayot qurishga intilayotgan, trying to create a new life, yangi hayot qurishga intilayotgan nima desak bo'ladi ularni? Sayyohlar deymizmi? Xullas pioners degani masalan bitta shaxs yoki bir guruh umuman tanish bo'lgan yerga borib, o'sha yerni kashf qilib, o'shanaqalar pionerlar deyiladi. O'sha pionerlarga xizmat ko'rsatishga judayam aynan young woman, ya'ni yosh ayollarga judayam darajada bir muhtojligi bo'lgan, ya'ni umuman tanqis bo'lgan, mana shunaqa yosh ayollar kerak bo'lganda ularga, ya'ni muhtoj bo'lgan. To'g'ri, qiyin, ma'no chiqarish qiyin, lekin sekin-sekinlik bilan bu paydo bo'ladi sizlarda. Xo'p, endi older girls read about the much better prospects oversized in newspapers and magazines, which also published advertisements giving details of free or assisted passages. Endi qarang. Boshqa qizlar chet eldagi, mana bu chet el oversize abroadga sinonim bo'ladi. Yaxshi istiqbollar, yaxshi imkoniyatlar haqida o'qigan gazetalarda va jurnallarda o'qigan deyapti. Va deyapti. Mana bu yerda gazeta va jurnallarga aytyapti. Reference qilyapti. Bu relative clause. O'sha jurnallarda, gazeta va jurnallarda to'liq qanaqa desa bo'ladi buni? Batafsil ma'lumot beruvchi, ya'ni o'sha sayohatlar haqida, ya'ni borish sayohat, masalan, dastlabki o'sha aynan Angliyadan olib boruvchi, Angliyadan Avstraliyaga boradigan yo'l uchun o'sha yo'l kirani tekinligi yoki moliyaviy yordam ko'rsatilgan sayohatlar haqida mana shunaqa aynan gazetalar va jurnallarda chop qilib borilgan deyapti. To'liq ma'lumotlar chop qilib borilgan deyapti. Xo'p, ana endi biz endi mana bu yoqqa o'tamiz. Ozroq pastroqqa tushib. Xo'p, men aytib o'tdim, job. Bu yerda job so'zi aynan situationga to'g'ri keladi. For each year per annum yozib oling. Money paid work, especially unskilled work. Bu yerda wages move from place to place or person to person in particular group pass around. Ya'ni tarqalyapti deyapti. Tarqalyapti degani bu circulated ga to'g'ri keladi. Room at the top of house in the space immediately below the roof. Qarang, bu tom emasda, bu tomdan pastki qism. Mana rus uylari bo'ladi-ku, o'sha rus uylarida uchburchak quriladi. Xuddi o'sha uchburchak quriladigan uylarda tomdan pastki qism. Buni o'zbekchada cherdak deyiladi. Shuning uchun ham cherdak deb aytib yozsangiz bo'ladi. Hop, the finding of new workers. Bu aytib o'tdim, bu aynan recruit
Yoki yana bitta aynan sinonim bor. Ma'lumot uchun hire desa ham bo'ladi. Hop, very greatly, seriously, desperately bu yerda one of the first people to go to a new country to work or settle. Buni aytib o'tdim. Bitta yoki birinchi inson, ya'ni bir boshqa umuman yangi bo'lgan mamlakatga qo'nim topayotgan birinchi inson, umuman ochilmagan joyga qo'nim topayotgan, borayotgan inson deb aytiladi. Bu pionerlar, ishchilar desa ham bo'ladi. O'shanaqa qilib pionerlar. Xo'p. Endi chance of success especially in work. Bu yerda prospect, istiqbol, ya'ni imkoniyatga ham to'g'ri keladi. Imkoniyat ham tarjima qilsak bo'ladi. Endi abroad aytib o'tdim. Abroadni sal teparoqda. Abroad bu oversize without payment costing nothing. Ya'ni to'lanmaydigan narx yo'q. Hech qanday narx to'lanmaydigan. Bu free provided with or giving help with raising money for something. Ya'ni qanaqadir aynan pul bilan ta'minlash borasida yordam bilan ta'minlangan yoki yordam berilgan. Bu men tepada aytib o'tdim. Bu yerda assisted bo'ladi. Assisted yozib oling buni. Keyin darsdan keyin albatta barcha aynan ingliz tiliga doir bo'lgan qanaqadir ilovalar yoki sun'iy intellektlar bilan barchasi bilan ishlab chiqing. Yoki bu so'zlar IELTS readingda va kerak bo'lsa speakingizda, kerak bo'lsa o'zingizning writingizda juda ham muhim. Hop, journey by ship from one place to another. Hop, bu passage bo'ladi. Ya'ni aytib o'tdim. Boyagi o'sha yo'l borishiga, o'sha sayohatiga yordam berishgan, ya'ni moliyaviy qo'llab-quvvatlashgan yoki tekin qilib berishgan degan joy bor-ku, o'sha yerdagi passage so'zi, mana bu tepada turibdi. Passage so'zida passage. O'sha so'z bu yerda aynan kema orqali qilinadigan sayohat, bir joydan boshqa joyga deb tarjima qilyapti. O'sha. Ya'ni demak, birinchi mashqni bajarib bo'ldik. Endi ikkinchi